Dünya yüzü boyunca problema olup başlap atkan bir koronavirus, Xitaydan çıkan virus bolup atat. Uşul virustun çıgуу sebebi bizdin şariatта dagы oru кайерден чыгат? Oru adamга жугабы, жукпайбы? Şariatта пайгамбарыбыз oru тууралуу не деген? Ошол коронавирус тууралуу, Кытайдан чыккан коронавирус тууралуу жана бул вирус мисалы азыркы тил менен айтканда бул чумадай эле болуп атат да. Бул чума оорусу не себептен чыгат? Ушуга бир жарыктык берип кетсеңиз, ачыктап кетсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam aytadi. Jabir ibn Abdullah degan sahoba Peygamberimizni shunday deb aytayotganlarini eshitdim deydi. Üç narsada shumlanishlik yo'q. Shekdinu. Shek gumu jaso üç narsada mumkin emas dedi. Üç narsada qilmaylar shuni dedi. Shundan birinchisi la adwa aru og'riq dard kasallik yuqmaydi dedi. Bunda yuqadi deb shumlanmaylar. Sheklanmaylar dedi. Ikkinchisi safar oyida shumlanmaylar, sheklanmaylar dedi. Mana Muharram hijriy hozir 1441-hijriy yil bo'ladigan bo'lsa, 2020 milodiy yil bu hijriy yildagi hijriy oylarda safar oyi bor. Safar oyida safar qilishlik yo'q demaylar. Safar qilsa bo'laveradi. Safarga niyat qilgan odam safarga chiqsin, inshaalloh maqsadga yetadi. Bismillah, tavakkaltu alalloh, la havla va la quvvata illa billah. Har bir ishda, har bir unaqa safarga chiqayotganda Allohga tavakkal qilib chiqaringlar, shumlanmaylar dedi. Demek bunday aytkanda bul hijriy aylarında buga чейин бардык айларда сапар кылганга болот, бирок сапар айында сапар кылганга болбойт деген адамдарча түшүнчө болгон да. Албетте. Ошону жоюш үчүн пайгамбарыбыз Алланын вахийсин айтып берип атат да. Albatta, shu narsada sheklanmaylar, shumlanmaylar, safarga chiqaringlar. 12 oyda xohlaganlar safarga chiqaringlar dedi. Keyingi uchinchisi g'ul jinda shumlanmaylar dedi. G'ul degani bu shaklini, tusini o'zgartiradigan jin. O'zgartiradigan jin. Bular ajina deyiladi. Yoki alvarsi deyiladi. Ajina alvarsi deyiladi. Lekin bular ham jin. Faqat bular shunday jinki o'zining tusini o'zgartiradigan jinlar. Bu narsada shumlanmaylar. Bu bilinglarki, bu g'ul jinlar sizlarni adashtirib qo'ya olmaydi dedi. Xuddiki mana oldin suhbatimizda aytdik. Shunaqa bir birodarimizni bir odamni uyida bo'layotgan ishda bu narsa bu darajada qilvormaydi. Bu g'ul jindan qo'rqib ibodatdan qolib qolmanglar. G'ul jinni qirillariga uchib vaqtinglarni bekor o'tkazib yormanglar. Mayada ibodatlar bor. Boshqa qilinadigan ishlar bor. Ibodat qilinglarda niyatinglarni yaxshi qilib, zikr bo'lsin, duo bo'lsin, ish bo'lsin, nima bo'lsa ham shu g'ul jin sabablik shumlanib, vasvasaga tushib qolib qolmanglar dedi payg'ambarimiz. Buni qattiq anaqama qaytardi so'z bilan. Endi bu hozirgi kasalliklar aytiladigan bo'lsa, mana Xitoyda ham qilgan ishlarini Alloh o'zi Allohning diniga dushmanchilik qilayotgan, musulmonlarga aziyat berayotgan odamlarga Alloh kifoya qilsin. Har qanday millat, har qanday illat bo'lmasin, har qanday odam bo'lmasin, Xitoy yoki boshqalar bo'lmasin, Alloh kifoya qilsin ularga. Alloh kifoya qilgan narsada inshaalloh biron bir narsa qutqara olmaydi. Alloh kifoya qilsin, faqat duo qilamiz. Bu narsada endi biz musulmonlarning e'tiqodi payg'ambarimiz la adva og'riq kasal yuqmaydi dedi. Bu bir hadis. Nima sababdan deganda oldin arablar tuyasiga haligi qo'tir bosib ketganda, shu qo'tir bosgan tuyani boshqa tuyalarga yuqmasligi uchun shu tuyani alohida qilib ajratib qo'yardi ekan. Payg'ambarimiz bu holat ko'rdida mana shu ajratib qo'ygan tuyangdan
Mash tuyalarga yuqmasin deb mash qo'tir tuyani ajratib qo'yibsiz. Mana shunga mash kasallikni kim berdi dedi. Albatta Alloh. Chunki va ma tashauna illa ayyasha Alloh robbul alamin. Sizlar xohlamaysizlar. Har qanaqa maxluq bo'lmasin, faqat Allohning xohishi bo'ladi. Allohning xohlagan narsasigina bo'ladi. Demak, bunga kasallikni bergan Alloh, sen ajratib qo'ysang, qog'onlarga kasallik berishga qodir emasmi? Ajratib qo'ysang, xohlasa Alloh unga kasal beradi. Agar qo'sh bo'lsang ham Alloh xohlamasa kasal bermaydi. Dedi-da, hadisda tuya qo'shildi. Ya'ni aralashtiril, kasallik yo'q dedi. Endi boshqa bir hadisda esa pes moho degan narsa bor. Pesdan sherdan qochganda qochinglar dedi. Bunda oldingi hadis bilan bu hadis ikkalasi bir-biriga shunday bir kelyaptiki, qarama-qarshida kelyapti. Biz bu ahli sunna va jamoa e'tiqodi shunday e'tiqod qilinadi. Bu narsada kasallikdan, dard yuqishlikdan yuqmaslik uchun sababini qilishligimiz vojib. Misol bir odam masalan pes deylik, ana shu odamdan piyolasida choy ichadigan bo'lsam, misol uchun, bo'lmasam yegan tomog'idan men ham yeydigan bo'lsam, shu odamni pesi men yuqib oladi degan e'tiqod bo'lishi kerak emas-da. Undan sababini qilib uzoq bo'lasiz. Lekin yuqsa ham, yuqmasa ham bu Allohning qadari. Allohning xohishi. Shu sababdan har qanday kasallikdan saqlanishlik vojib. Endi saqlandik ham deylik. Yema degan narsasini yemayapmiz. Olma degan narsasini olmayapmiz. Borma degan yeriga bormayapmiz. Nima sababdan? Rasululloh saqlaninglar deganligi uchun. Ha endi mayada yuqishlik yo'q, yuqish yuqmaydi. Allohning xohishi bilan bo'ladi deyapmizmi? Saqlanganimizdan keyin yuqsa ham, yuqmasa ham bu Allohdan. Sendan menga yuqdi degan narsa yo'q musulmonlar orasida. Seni giribing menga yuqdi deyishligi bu to'g'ri emas. Allohning izni bilan ash narsa Alloh xohlasa yuqadi, Alloh xohlamasa yuqmaydi. Shu sababdan shunday e'tiqodda bo'laylik, bu narsada Alloh inshaalloh ularga ko'rsatgan o'zini bir balosi bo'lsin, Alloh taolo ularga kifoya qilsin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar musulmonlarga, Allohning diniga, zaifalarga, ojizalarga, ziyon berayotgan kimsalarga. Lekin biz e'tiqodimizda bu odamlar shunaqa og'riqdan qattiq vasvasaga tushib, qattiq bir qo'rquv bo'lib, faqat g'ami mashtaqa bo'lib qolishligi, shu narsadan saqlanish bo'lib qolishligi yaxshi emas. G'ami ibodat bo'ladigan bo'lsa, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan qo'rqib, Allohning so'zini, Rasulullohning hayotini, shariatni bekam ushlaydigan bo'lsa, Alloh taolo qirsiqdan chiqadigan yo'l qiladi, deyapti. Har qanday musibat, har qanday bir qirsiq bo'lmasin, qiyinchilik bo'lmasin, Alloh u odamni chiqaradi, deyapti. Bizning g'amimiz din bo'lsin, ibodat bo'lsin, halol kasb bo'lsin, odamlarni aldamaslik bo'lsin. Inshaalloh Alloh taolo saqlanamiz, Alloh taolo saqlaydi inshaalloh. Sebeplerini qilaverishimiz kerak. Sababini qilamiz. Yema degan narsasini yemaylik. Ichma degan narsasini ichmaylik. Agar endi bu ichmasam menga bu narsa yuqmaydi deyishligi noto'g'ri. Ichmasam yuqishi mumkin. Bu narsa. Endi ichadigan bo'lsam yuqishi mumkin. Buni biz sababini qilamiz, natijasi Allohdan inshaalloh. Damla ushul virusdan atayın bir saqlanuv uchun dualar barmı, zikirler barmı? Şariatda şu og'riqlar turali qanday degan? Bu og'riqlardan saqlanishlik uchun yoki mashtaka bilan musibatlardan saqlanishlik uchun albatta payg'ambarimiz hayotida juda hamimizga foyda, kattalagan foydalar bor. Bu og'riq emas, balki bulardan kattalagan bir og'riqlardan ham inshaalloh qutuladigan yo'llar bor. Biz xosatan mana bir so'z bilan aytganda odamning taqdirini duo o'zgartiradi deydi. Lekin yaxshi odamning taqdiri o'zgarishligi taqdirda yozilganini deydi. Duoda, ibodatda mustahkam bo'lishligi, duolarda eng yaxshisi mana zikrlar. Duolarda eng yaxshisi zikrlar. Mana o'zbek tilida ham, qirg'iz tilida ham payg'ambarimizning hayoti va payg'ambarimiz o'qigan duolar bor. Mana shu duolar necha marta aytilishligi va shuni aytadigan bo'lsa, qanaqa bir o'zgachaliklar bo'lishligi yozilgan. Biz bularga aytadigan tavsiyamiz, hozir aytadigan bo'lsak duolar ko'p bu yerda. Yaxshisi shu
narsada kitob bilan izlansin. Kitobda chiq alhamdulillah mana hozir bizda juda ham kenglikchilik kitob bo'lsin yoki boshqa bir ustozlar bo'lsin, shulardan so'rab, bo'lmasam kitoblardan izlanib, manishlarda o'qiydigan bo'lsa, bu emas, bundan ham kattaroq darddan qutultiradigan albatta duolar bor, Xudo xolasa. Faqat mana Rasulullohning sahih hadislariga shunaqa izlangan holatda sahih hadislardan, sahih duolardan oladigan bo'lsak, endi inshaalloh buning fazilati bo'ladi. Duo o'qish kerak, duolar bor, kitoblardan izlansin inshaalloh, topiladi.